Dünyanın beşiği virus balası tergan Xitay Şarkı Türkistan'daki zulümlerini davamlaştırmakta. Xitay zulümlerini paş qilgan Uyghur ayal Tursunay Ziyaudun Xitay lagerlerdeki qiyin qistaqni nasçes lagerlariga o'xshatdi. Lager şahidi Tursunay xonimning Qozog'istonlik yo'ldoshining ko'p qatim Qozog'iston doiralariga murojaat qilishi natijasida Xitoy doiralari 2019-yil oktyabrda uni Sharqi Turkistondagi zulmlarni oshkorlamaslik sharti bilan qo'yib berdi. O o'zi qo'yib berilib 8 oydan keyinmi davomlashayotgan bu zulmlarni yo'shirishga vijdonining yo'l qo'ymaganligini ta'kidlab mundaq dedi. Sharq Turkiston xalqi butunlay bir erkiy qirg'inchilikqa uchirmoqda. Men lagerdagi nurg'un ayollarning bosqinchilikqa uchirganligini, nurg'un yosh va akademiklarning o'ldirilganligini ko'rdim. Jazo lagerda men nurg'un ayollar va qizlarning jinsiy parakandichilikni boshdan kechirganligiga shohid bo'ldim. Bu jarayonda ba'zi kishilar rahimsizlarcha qiynash natijasida ro'yi tangponligini yo'qotdi. Bu rayonda tasvirlagandimi ko'p ziyonkashlik bor. Sharq Turkiston xalqi yo'qolib ketish xavfiga duch kelmoqda. Türkiyalik diniy olim va yozuvchi Ömer Döngel o'g'li Xitoy virus sababli Istanbulda davolanayotgan doktorxonada vafot bo'ldi. Ommaviy taratqularda kishilarning Ömer apandini xotirlab yo'llagan video va suratlar orasida uning Sharq Turkiston uchun qilgan duolarimi bor edi. Ömer Döngel o'g'lining Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkiston uchun qilgan duolari nurg'un qalblarni larziga soldi. Sharq Turkiston Informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash Ömer Döngel o'g'lining vafoti sababli e'lon qilgan ta'ziya uchirdi mundaq dedi. Xitoy virus sababli vafot bo'lgan Ömer Döngel o'g'li apandiga Allohdan rahmat tilaymiz. Oilasiga ta'ziyalarimizni bildiramiz. Hozirgacha birlikda yurgan, birlikda yo'lga chiqqan va bu yo'lda bizdan yordamlarini ayamagan Ömer Döngel o'g'li apandini rahmat bilan yod etamiz. Yotgan yeri jannat bo'lsin. Amerika Davlat bexatarlik ministerligi Xitoy hukumatining Wuhan'da o'ttirg'i chiqqan Xitoy virusi yuqumi va yuqum darajasini qasddan yo'shirganligini o'ttirg'i qo'ydi. Amerika Birlashma axborot agentligining xabariga qaraganda, Davlat bexatarlik ministerligi Xitoyning COVID-19 yuqumiga tutgan pozitsiyasi to'g'risida 4 betlik doklad tayyorlagan. Dokladda aytilishicha, bu yuqum yanvardan boshlab qasddan yo'shirilgan bo'lib, Xitoy amaldorlarining virusning og'irlik darajasini qasddan tuvallatib tasvirlashga uringanligi o'ttirg'i qo'yilgan. Yana bir tarafdan Amerika Davlat ishlari kotibi Mike Pompeo virusning Xitoyning Wuhan'dagi tajribaxonasidan chiqqanligiga oid faktlarning borlig'ini o'ttirg'i qo'ydi. İsrailiyada taxminan 1 milliard 500 milyon dollar mablag' silishi mumkin bo'lgan dengiz suyini bir taraf qilish zavodi qurish xaridor chaqirish yig'inida Xitoydagi bir shirkatning eng oxirgi ishga nomzod qatoriga kirishining Amerika hukumatida norozilik paydo qilganligi xabar qilindi. Isroiliyaning Kanal 13 televiziya kanalidagi xabarda mundaq deyildi. Davlatning shimoli Nahal Sorik rayonida dengiz suyini bir taraf qilish zavodi qurish xaridor chaqirish yig'ini ochildi. Taxminan 1 milliard 500 milyon dollar mablag' silishi mo'ljallangan Sorik B deb ataladigan bu aslaha qurilishiga xaridor chaqirishda Xitoy Huapo xalqaro suvchilik shirkatining oxirgi ishki nomzod qatoriga kirdi. Xabarda Amerika doiralarining noroziligini Isroiliyaga yetkazganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Amerika hukumati ilgari Tel Aviv hukumatiga Isroiliya bozoridagi bozor o'lishining eshishi sababidan Xitoy shirkatlarining ko'payishidan bearam bo'lganligini yetkazgan. Shimoliy Koreya va Koreya chegarasidagi urush to'xtatish rayonida o'q ovozi ko'tarildi. Koreya taraf e'lon qilgan bayonotda Shimoliy Koreyadan etilgan o'qlarning chegaraga joylashgan Cheorwondagi Koreya harbiy punktiga tekkanligi bayon qilingan. Bayonotda hujumga javob qaytarilganligi va ogohlantirish uqtirishi chiqarilganligi ko'rsatildi. Voqeada askarlarning o'lgan va yaralanganligi to'g'risida hech qanday uchur berilmagan. Koreya amaldorlari harbiy harakatning yo'qligini, ammo buning tasaddubi yoki qasddan yuz berganligini tekshirayotganligini bildirdi.